Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalomu alaykum wa rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli azizlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'radigan, u zotni ummatlariman deydigan, u zotga ummat bo'lishlik sharafiga muyassar bo'lgan va u zotga ummat bo'lishlik bilan faxrlanadigan aziz mo'min musulmon birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ummat bo'lish haqiqatdan ham o'ta sharafli narsa. Alloh taolo har kimga ham buni nasib qilmadi. Oldingi payg'ambarlar hatto Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ummat bo'lishni orzu qilishgan, umid qilishgan. Alloh taolo Muso alayhissalomga Rasulullohning ummatlarini fazilati haqida aytganda, ya'ni Payg'ambarimiz alayhissalomning ummatlari, ya'ni biz ummatlarning fazilatimiz, bizga bergan ko'p ne'matlari haqida aytganda, oxirida Muso alayhissalom aytadilarki, "Ya Alloh, meni ham qaniydi Muhammadning ummatidan qilsayding" dedilar. Demak, boshqa payg'ambarlar hatto Rasulullohga ummat bo'lishni orzu qilishgan, xohlashgan. Biz shunday buyuk bir darajaga erishgan insonlarmiz. O'zimiz xohlamagan bo'lsak ham, ya'ni o'zimiz buni rejalashtirmagan bo'lsak ham, Alloh taoloning inoyati bilan mana shu sharafga erishganmiz. Bu sharafga loyiq bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalomni tanishimiz, u zotga ergashish, u zotga muhabbat qo'yishimiz biz ummatning vazifalaridandir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni tanimasak, bilmasak, u zotga muhabbat qo'ymasak, "Men musulmonman" deb tilda aytib yuraversak, u quruq da'vodan boshqa narsa bo'lmaydi. Faqatgina da'vo bo'lib qoladi. Da'vo dalilsiz qabul qilinmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalomni o'rganaylik, taniylik, u zotning siyratlarini o'rganishga, anglashga harakat qilaylik. Shundagina u zotga muhabbatimiz haqiqiy bo'ladi, chin bo'ladi. Azizlar, o'tgan suhbatimizda biz qazo umrasi haqida gapirgan edik. Hijratning 7-sanasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam umra qilganliklari, qazo umrasini amalga oshirganliklari haqida gapirgan edik. Payg'ambarimiz alayhissalom umrlarida 3 ta umra qilganlar, 3 marta. 3 ta umralarini 2tasi Zulqa'da oyida bo'lgan. Bittasi mana shu hijratning 7-yilida Zulqa'da oyida qazo umrasi bo'lsa, ikkinchisi Makka fath qilingandan keyin, ya'ni 8-sanada Hunayn g'azotidan keyin qaytib Makkaga kirayotganlarida Ji'rona degan joydan payg'ambar alayhisalom ihromga kiradilar va o'sha joydan keyin umrani niyat qilib Zulqa'da oyida umra qiladilar. Bu ham Zulqa'da oyida bo'ladi. 3-umralari hijratning 10-yilida hajlari bilan birga qilgan umralaridir. Haj bilan birga Zulhijja oyida umra qiladilar. Ya'ni avval borganda umra qilib, keyin hajga ulab ketadilar. Demak, 3 marta umra qilganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu haqida gapirdik. Alhamdulillah, qazo umrasi haqida hijratning demak 7-yilda bo'lgan voqealardan biri deb gapirdik. Hijratning 8-yilida Jumada al-Ula oyida bo'lgan bir voqea, muhim voqea haqida bugun gapiramiz inshaalloh. U ham bo'lsa Mu'ta g'azoti. Mu'ta g'azoti, Mu'ta degan joyning nomi. Bu ham islom tarixida muhim bir voqealardan bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlari chiqqan janglari g'azot deb nomlanadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ishtirok etmagan janglari esa sariya deyiladi. Ya'ni qo'shin borgan, askarlar boradi, o'zlari ishtirok etib jang qilib qaytishganda bu sariya deyiladi. Rasululloh o'zlari ishtirok etgan bo'lsalar g'azot deyiladi. Faqatgina Mu'ta g'azoti bundan mustasno. Mana shu qoidadan Mu'ta g'azoti mustasno. Nimaga? Chunki payg'ambarimiz alayhissalom ishtirok etmaganlar bu g'azotga. Shu bilan birga bu g'azot deb nomlangan. Nimaga g'azot deb nomlangan desa, ulamolar aytishadiki, chunki bu g'azotda 3000 kishidan ortiq odam qatnashgan. 3000 musulmondan ortiqroq jangchi qatnashgan. Shu katta adad qatnashganligi uchun payg'ambarimiz alayhissalom ishtirok etmagan bo'lsalar ham g'azot deb nomlangan deyishadi.
Mu'ta g'azotining sababi nima bo'lgan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 7-yilda o'sha podshohlarga, amirlarga, katta imperatorlarga maktub jo'natib ularni haqqa chaqirdilar, da'vat qildilar. Kisroga jo'natdilar, Heraqlga jo'natdilar, Muqawqisga jo'natdilar, Najoshiyga jo'natdilar. Busro hokimiga ham jo'natdilar. Busro degan joy bor edi, Shom tomonda. Hozir arab diyorlariga kiradi. Ular ham arablar edi o'zi aslida. Lekin alohida bir podshohlik edi. Ular Heraqlning qo'l ostidagi odamlar edi. Heraqlning bir viloyati edi. Busroning podshohiga payg'ambar alayhissalom Al-Haris ibn Umayr roziyallohu anhuni elchi qilib jo'natadilar. Maktub bilan islomga chaqirgan holatda haqqa da'vat qilib, elchi qilib jo'natadilar. Busroning podshosi, hokimi, demak xatni o'qigandan keyin sahobiyni Haris ibn Umayrni o'ldiradi, qatl qiladi. Payg'ambar alayhissalomning elchilarini qatl qiladi. Elchini qatl qilishlik hech qaysi dinda, hech qaysi nizomda yo'q. Elchi o'zini podshosini yoki hukumatining gapini yetkazuvchi odam. Elchiga o'lim yo'q deyshadi. Lekin bu Busro podshosi bu qoidaga, nizomga amal qilmaydi, pisand qilmaydi. Rasulullohni kim bo'libdi u Muhammad deydi. Hech kim tanimaydigan, hech kim bilmaydigan odam menga elchi jo'natadimi deb xuddi Kisroga o'xshagan qo'pol muomala qilib, hatto elchini qatl qilishgacha boradi. Rasulullohni boshqa birorta elchilari qatl qilinmagan shundan boshqa. Bunga javoban endi musulmonning javobi nima bo'lishi kerak bunday holatda? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni ko'rsatib beradilar. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshi muomala qilishga buyurganlar. Musulmon doim hammaga yaxshilik ulashuvchi inson bo'lishga buyurganlar. Lekin musulmonga kimdir zulm qilsa, kimdir nohaqlik qilsa, uni ham o'ziga o'xshagan bir javobini berishlikka ham buyurganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu muomalaning qarshisida sahobalarga e'lon qiladilar. Demak, biz Busroga yurish qilamiz deydilar, elchini o'ldirganligi uchun. Rasululloh bu e'lonni qilganlaridan keyin g'azotga 3000 kishidan ortiq odam yig'iladi. 3000 kishilik qo'shin yig'ilganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga jang qilishni tartibini o'rgatadilar, qanday borishlikni o'rgatadilar, odob axloqni o'rgatadilar va ularga aytadilarki, sizlarga Zayd ibn Horisani amir qilib tayinladim deydilar. Zayd ibn Horisa Payg'ambar alayhissalom yaxshi ko'rgan, hatto Payg'ambar alayhissalom o'zlarini farzandlariday, o'zlari qo'llarida katta qilgan buyuk sahobiylardan Zayd ibn Horisa. Buni amir qilib tayinladim. Agarda Zayd deydilar vafot etsa, shahid bo'ladigan bo'lsa jangda, Ja'far ibn Abi Talib amakilari, Payg'ambar alayhissalomning amakilarining o'g'li, Ja'far ibn Abi Talib amir bo'lsin deydilar. Agarda Ja'far ham shahid tushadigan bo'lsa, Abdulloh ibn Ravaha amir bo'lsin deydilar. Agarda Abdulloh ham shahid bo'ladigan bo'lsa deydilar, unda musulmonlar o'zlari bir kishiga qaror qilib, bir kishini o'zlariga amir qilib saylashsin, rahbar qilib saylashsin deb Zayd ibn Horisaga asosiy bayroqni beradilar va ularni duo qilib jangga jo'natadilar. 3000 kishilik qo'shin Busroga qarab, Shom tarafga qarab ketyapti. Busro hokimi buni eshitgandan keyin Heraqlga xat jo'natadi, chopar jo'natadi. Heraql endi butun Vizantiyani, Rumni kattasi, rahbari, imperatori. Heraql bu gapni eshitgandan keyin 100 ming kishilik qo'shin to'playdi. Busro hokimi ham 100 ming kishilik qo'shin to'playdi. Tarixda bo'lmagan bir dahshatli jang bo'ladi. 200 ming kishi 3 ming kishiga qarshi jangga tayyor turadi. 200 ming kishi. Busroga yaqin borganda musulmonlar qarshisida 200 ming kishilik qo'shin borligini anglab qolishadi. Chunki qo'shinning oldida, orqasida maxsus josuslari bo'ladi. Qayerda nima harakatlar bo'lyapti? Chunki pistirmaga uchramaslik uchun, pistirmaga tushib qolmaslik uchun bu narsalar muhim edi. Hozir ham bor bunday narsalar. Demak,
musulmon qo'shinlari buni bilib qolishadi. Qarshisida 200 ming kishilik qo'shin to'planib turibdi. Jang qilishlik, jangda g'alaba qozonishlik mustahil, mumkin emas. Shunda musulmonlar rahbarlari, kattalari jamlanib nima qilamiz degan bir mashvarat qilishadi. Nima qilamiz degan savolni o'rtaga tashlashadi. Ba'zilari aytadiki, Rasulullohga xat jo'nataylik, maktub jo'nataylik, biz ham chopar jo'natib, bizga madad qo'shinlarini jo'natsinlar. Shunda Abdulloh ibn Ravoha aytadilar: "Ey odamlar", deydilar, "biz o'zi nima uchun chiqqanmiz? Biz Alloh yo'lida Allohning shariatini, Allohning kalimasini oliy qilishlik uchun chiqqanmiz. Yo nusrat topamiz, ya'ni yo g'alaba qozonamiz, yoki shu yo'lda shahid bo'lamiz. Maqsadimiz shu emasmi aslida? Allohning roziligini topish, Alloh yo'lida jonimizni ham, molimizni ham qurbon qilish emasmi o'zi aslida? Maqsadimiz shu ekan, maqsadga yetishishlikka bir qadam qoldi xolos", deydilar. Nimadan qo'rqamiz? Nima uchun orqaga chekinishimiz kerak? Bu gapdan keyin hammaga bu fikr ma'qul bo'ladi va oldinga qarab yurishadi. Zayd ibn Horisa, rahbar amir, qolganlar u kishiga ergashgan holatda oldinga qarab yurishadi. 200 ming kishilik qo'shin bilan 3 ming kishilik qo'shin o'rtasida tarixiy jang boshlanadi. Dahshatli jang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu yoqdan ko'rib turganday, xuddi jangni kuzatib turganday ko'zlarida yosh bilan aytib berib turadilar sahobalarga. Jang bunday bo'lyapti, jang bunday boshlandi deb. Bu hadislarda kelgan. Zayd ibn Horisa boshchiliklarida jang boshlanadi. Jang qiziydi. Endi bu tasavvurga sig'maydi hozir. Insonni tasavvuriga sig'maydigan darajada. 3000 bilan 200 mingni solishtirib bo'lmaydi. Lekin shunga qaramasdan Abdulloh ibn Ravohaning bir juda go'zal so'zi bor. Biz adad bilan yoki siloh bilan, ya'ni sonimiz bilan yoki qurol yarog'imiz bilan jangda g'alaba qozonmaymiz. Allohning nusrati bilan g'alaba qozonamiz-ku deydi. O'sha joyda haqiqiy mo'min, haqiqiy musulmonning iymoni shunday tajalli qiladi bu so'zni ichida. Abdulloh ibn Ravohaning bu so'zlarida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari, Rasulullohga iymon keltirganlar, saodat asri insonlari mana shunday buyuk bo'lishgan, mana shunday iymonli bo'lishgan. Jang boshlanadi. Jang qizigandan keyin Zayd ibn Horisa roziyallohu anhu shahid bo'ladi, ya'ni o'ldiriladi. Bayroq yiqiladi. Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu oladi bayroqni. Jang qiziydi. Yana jangni davom ettirishadi. Har tarafdan dushman bostirib kelaveradi. 3000 kishi o'rtaga qolib ketadi. Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu bayroqni ko'targan holatda jangni davom ettiradi. Ja'far ibn Abi Talib jang ularning foydasiga hal bo'layotganini ko'rib, otdan tushadi. Otini so'yib tashlaydi o'sha joyda. Otga suyanib qolmaygin deb piyoda holatda dushmanni qo'shini ichiga o'zini uradi. Odamlar ko'rsin, o'rnak olsin, musulmon askarlari o'rnak olsinki, rahbar, ya'ni o'sha jangning amiri, boshlig'i shunday qilar ekan, biz ham o'zimizni bor kuchimiz bilan jang qilishimiz kerak deb o'ylasin deb o'zlarini dushman qo'shini ichiga uradi. Bir qanchasini yer bilan yakson qiladi, yer tishlatadi va o'ziga ham kelib qilich zarbasi kelib tegadi, yetadi. Bayroqni ushlagan qo'lini kesib tashlashadi. Ikkinchi qo'liga bayroqni ushlaydi, bayroq yiqilmasin deb. Bayroq tushmasin deb ikkinchi qo'liga ushlaydi. Ikkinchi qo'lini ham kesib tashlashadi va o'ziga qilichni sanchganda shahid bo'ladi Ja'far roziyallohu anhu. Payg'ambarimiz u yoqda Zayd ibn Horisa shahid bo'ldi deb yig'laydilar. Ja'far roziyallohu anhu shahid bo'lgandan keyin Ja'far ham shahid bo'ldi deb yig'laydilar. Hammasini ko'rib turganda aytib turadilar. Ko'rib turadilar, zotan ko'rib turadilar payg'ambar alayhisalom. Abdulloh ibn Ravoha bayroqni oladi. Abdulloh ibn Ravoha ham qattiq jang qiladi. Qattiq shijoat ko'rsatadi va oxirida Abdulloh ibn Ravoha shahid bo'ladi. Dushman bilan jang to'xtamayapti. Musulmonlar bayroqdorsiz, ya'ni rahbarsiz, amirsiz qolishadi. Nima qilamiz?
tezgina bir qaror qilishadi-yu, Xolid ibn Validni o'zlariga amir qilib, rahbar qilib saylashadi. Xolid ibn Valid boshida yo'q, men rahbarlik qila olmayman, amirlik qila olmayman deb rad qilsalar ham sahobalarning undovi bilan, sahobalarning iltimosi bilan qabul qiladilar va Xolid ibn Valid o'zlarining oldingi o'sha tajribalaridan kelib chiqib juda bir chiroyli usulni qo'llaydilar. Ertasi kun jang boshlanganda musulmonlar qo'shinida o'zgarish hosil bo'ladi. Xolid ibn Valid oldinda urushayotganlarni orqaga, orqadan urushayotganlarni oldinga, o'ng tomonni chapga, chap tomonni o'ngga tashlab holatni o'zgartiradilar. Usulni o'zgartiradilar. To'g'ri yorib kirish usuli bo'lsa boshqacharoq usulga o'tadilar. Demak, dushman qo'shinlari o'ylaydiki, bularga yangi madad kuch kelib qo'shilyapti. Sekin-sekin bular ham ko'payyapti, chunki kechagi biz ko'rgan odamlar bugun bu tomonda emas deydi. Shunday qilib, orqadan oldinga qilib saflarni o'zgartiraveradilar Xolid ibn Valid. Ular kuch kelib qo'shilyapti degan fikr bilan, shu xayol bilan musulmonlarga hujum qilishdan sekin to'xtaydi. Bular hozir ko'payyapti, endi kuchli bo'lib bizga hujum qilsa agar biz o'zimizni qanday himoya qilishni o'ylash kerak degan maqsadda. Bular demak musulmonlardan sal o'zini orqaga oladi. Qochib ketmaydi, lekin sekin chekina boshlaydi. Xolid ibn Valid aytadilarki, quvmaymiz dedilar, ketidan bormaymiz, biz ham sekin asta chekinishni boshlaymiz dedilar. Mana shunday qilib jangni to'xtatib oladilar. Musulmonlar mag'lub bo'lmagan holatda, juda katta qurbonlar bermagan holatda, Xolid ibn Valid shu holatda asta sekinlik bilan jangni ular o'zi sekin chekingani uchun ketidan quvib bormasdan jangni to'xtatadilar va asta sekin orqaga tisarilib, keyin Madinaga qaytib kelganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularni o'zlari chiqib kutib oladilar, sahobalar bilan chiqib kutib oladilar. Zayd ibn Horisaning o'g'illariga, Ja'far roziyallohu anhuni, Abdulloh ibn Ravohalarning farzandlariga o'zlari payg'ambar alayhisalomning ta'ziyalar bildiradilar. O'zlari ularni quchoqlab o'padilar. Otasini eslatadilar. Otangni eslab, demak, ko'p zerikmanglar, ko'p siqilmanglar, ular jannatda deb tasalli beradilar payg'ambar alayhisalom. Azizlar, Mu'ta g'azoti mana shunday tarzda yakun topadi. Mu'ta g'azotida g'alaba qozonadi musulmonlar. Buni ochiq oydin g'alaba desa bo'ladi. 3000 kishi g'alaba qozonmaganda, 3000 kishi mag'lubiyatga uchraganda 200 ming kishilik qo'shin tor-mor qilib, yakson qilib, bitta ham qoldirmay o'ldirib tashlashi mumkin edi. Yo'q, ular qo'rqdi, ular orqaga chekingani uchun Xolid ibn Valid bostirib bormadilar ustiga. Chunki bostirib borgan sari ko'proq odam yo'qotilardi. Sekin astalik bilan Xolid ibn Valid ham orqaga tisarilib, shu bilan jangni to'xtashiga sabab bo'ldilar. O'zlarining chiroyli usullari, chiroyli uslublari bilan ko'p yillik jang maydonida o'tgan tajribalari sababli shunday bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abdulloh ibn Ravoha ham shahid bo'ldi deydilar. Hali jang davom etyapti. O'sha paytda Rasululloh Madinadan turib aytadilar va aytadilarki, axozar royata sayfun min suyufillah. Ya'ni bayroqni Alloh taoloning qilichlaridan biri ko'tardi. Bayroqni olgan kishi Sayfullohdir, Alloh taoloning qilichidir deydilar. Bu Xolid ibn Valid edi. Haqiqatda Xolid ibn Valid payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlariday Allohning yo'lida, Allohning dinini yoyuvchi, Alloh taoloning yo'lida xizmat qiluvchi qilich bo'ldi. Umrini oxirigacha shunday yashab, shunday holatda vafot qildi. Azizlar, Mu'ta g'azotining qisqacha ta'rifi, Mu'ta g'azotining qisqacha hikoyasi mana shundan iborat edi. Payg'ambarimizning sahobalaridan juda ko'p narsalar o'rgansa bo'ladi bunda. Sahobalardan faqatgina g'azotda jang yoki g'azot ma'nosi tushunilmaydi. G'azotdagi sadoqat, eng qiyin vaziyatda ham o'zining diniga sodiq qolishlik, eng qiyin vaziyatda ham o'zining demak qadriyatiga sodiq qolishlik, har qanday vaziyatda ham Allohga bo'lgan ishonch so'nmasligi kerakligini mana shu voqealardan o'rganamiz. Alloh taolo barchamizni haqda sobit qilsin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga muhabbatli qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.